Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar bugungi videoroligimizda sizlarga Binarium platformasini ichki obzorini to'liq tarzda qilib berishga harakat qilamiz. O'tgan videoroligimizda sizlarga Binariumni obzorini qilib bergandik va ro'yxatdan o'tishni o'rgatib o'tgandik. Bugungi videoroligimizda esa ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng nima qilishingiz kerakligi haqida to'liq instruksiyani berib o'tishga harakat qilamiz va har bir tugmachalargacha ma'lumotlarni yetkazib berishga urinamiz. Albatta davom ettirishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar yana bir bora barchangizga assalomu alaykum. Videoroligimizning ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar aytib o'tganimizdek, bu videoroligimizda sizlarga to'liq Binarium platformasini ichki obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Platformani o'zi qanday ishlatamiz, bitimlarni qanday ochamiz va o'zi bu platforma qanday ishlaydi. O'sha barcha savollaringizga to'liq tarzda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Videoroligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, bizning promo kodimiz orqali qanday qilib 100% bonusga ega bo'lishligingiz mumkinligi haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz va har doimgidek tushunmagan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdek bizga komment orqali murojaat qilishligingiz mumkin bo'ladi. Barcha obunachilarimizning hamma savollariga to'liq tarzda javob berib o'tamiz. Xo'p, demak, videoroligimizning birinchi qismida sizlarga Binarium platformasini, Binarium birjasini obzorini qilib bergandik. Bu videoroligimizda esa sizlarga qanday qilib ishlashlik haqida ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Ana endi noldan ma'lumotlarni yetkazadigan bo'lsak. Xo'p bolalar, bu yerda biz nimalarni ko'ryapmiz? Mana bu tugmachaga bosgan holda biz o'zimizga ma'qul bo'lgan aktivni tanlashligimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir PMX aktivi turibdi. Bu yerda sizlar ham kripto aktivlar bilan savdo qilishingiz mumkin, ham valyutniy paralar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi, ham aksiyalar bilan savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Istoriya targovli, ochilgan, yopilgan bitmlarni to'liq tarzda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kassa bo'limi orqali sizlar shotinglarni to'ldirishingiz mumkin va pulinglarni yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Targovaya komanda, aynan bu bo'lim orqali tekin signallarga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Va o'sha signallarni ishlatgan holda bitimni o'zingiz ruchnoy tarzda ochib, yopishingiz mumkin bo'ladi. Copy trading, o'zingiz tanigan treyderga, oddiy qilib aytganda, depozitingizga ishonishingiz mumkin. Depozitingiz o'zingizning akkauntingizda turadi, ammo u treyder bitimlarni ochib yopadigan bo'lsa, sizlarda ham bitimlar avtomatik tarzda ochilib yopiladi. Aksiya bo'limi orqali sizlar ba'zi bir bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Обучение, bu yerda oddiy qilib aytganda, tekin darsliklarga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Boshlang'ich treyder bo'ladigan bo'lsangiz va bu sohaga birinchi qadamlaringizni endi bosgan bo'lsangiz, bu bo'limni hammalarga tavsiya beraman. $1000 darsliklarni tekinga qo'lga kiritishligingiz mumkin bo'ladi. Kalendar событий. Bu yerda oddiy qilib aytganda, ba'zi bir yengilliklarni analiz qilgan holda bitimlarni ochib yopishingiz mumkin bo'ladi. Kuchli yengillik bo'ladigan bo'lsa, narx birdaniga tepaga ko'tarilishligi mumkin bo'ladi yoki naborot birdaniga pastga tushib ketishligi mumkin bo'ladi. Shu narsani ishlatgan holda bitimlarni ochib foyda olishligingiz mumkin bo'ladi. Onlayn pomosh, aynan bu bo'limi orqali savol javobingiz tug'iladigan bo'lsa, bemalol Binarium platformasini menejerlariga murojaat qilishligingiz mumkin bo'ladi. Menejerlari 24 ga 7 ishlaydi va qanaqadir savolingiz tug'iladigan bo'lsa, o'sha savolingizga shartli javob berishga harakat qilishadi. Mana bu tugmachaga bosgan holda biz o'zimizga ma'qul bo'lgan grafik turini o'rnatishimiz mumkin. Bizda hozir switchnoy grafik o'rnatilgan, ammo bu sizlar uchun noqulay bo'ladigan bo'lsa, sizlar ikkinchi o'rindagi mashhur bo'lgan grafik turini o'rnatishingiz mumkin, ya'ni zonli grafikka. Bu yerda biz time frame tanlaymiz. Bizda 5 sekundlik time frame, ya'ni har bir ko'rayotgan switchingiz rovna 5 sekund chiziladi. Agar 1 minutlik time frame o'rnatadigan bo'lsangiz, har bir ko'rayotgan switchingiz ровно 1 minut chiziladi. Bu yerda texnik instrumentlar, уровень поддержки, уровень сопротивления, треугольник тренд. Bu yerda esa biz o'zimizga ma'qul bo'lgan indikatorni o'rnatishimiz mumkin. Mana bu yerda trading view'ni logotipini ko'ryapsiz, to'g'rimi? Va mana bu yerda qanaqadir tugmacha mavjud. Aynan o'sha tugmachaga bosadigan bo'lsak, bizga trading view boshqa kerak emas. Chunki mana bu tugmachaga bosadigan bo'lsak, barcha instrument, grafik ko'rinishlari, barcha indikatorlar
Trading View'dagi indikator va instrumentlar bo'ladi. Mana bu grafik o'zgaradi va bu grafik o'rniga siz Trading View'ni grafikini kuzatishingiz mumkin bo'ladi va barcha instrumentlarni o'rnatgan holda bitimlarni ochib yopishingiz mumkin bo'ladi. OTBga qanday qilib bitimlarni ochib yopaman degan bo'lsanglar, bolalar qaranglar, bu yerda sizlar bitimni minimum 15 sekunddan 1 minutgacha ochishingiz mumkin bo'ladi. Bu platforma qanday ishlaydi? Bizning balansimizda hozir $500 ortiq pulimiz mavjud. Bu yangi akkauntimiz. Bu akkauntimizga $500 depozit kiritdik va deylik men hozir bu joyda bitimni ochaman 1 minutga. Tepaga qarab. Tepaga ochmoqchi bo'ladigan bo'lsam, men bu tugmachaga bosishim kerak bo'ladi va 1 minutdan so'ng narx rostdan ham tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa, men bitimimni $100 ga ochganman. Mana foydam $92 tashkil etadi. Chunki bu yerda mana 92% ko'rsatilgan. Agar tepaga qarab $100 ga bitim ochsam, ochilgan joydan narx tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa, yopilayotgan payt narx oddiy qilib aytganda millimetrga bo'lsa ham teparoqda bo'ladigan bo'lsa, mana foydam $92 tashkil etadi. Ammo narx mabodo pastga qarab tushib ketadigan bo'lsa, men bitimni tepaga qarab ochganimda $100 ga o'sha $100 yo'qotishligim mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham aytyapman. Optingiz bo'ladigan bo'lsa, bilimingiz bo'ladigan bo'lsagina bu yerda savdo qilganingiz ma'qulroq. Bayga bitimni ochmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, ya'ni tepaga, mana bu tugmachaga bosasizlar. Sellga bitimni ochmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, ya'ni pastga, mana bu tugmachaga bosishingiz kerak bo'ladi. Summa, bu bo'lim orqali biz o'zimizga ma'qul bo'lgan summani kiritamiz va o'sha summa bilan bitimni ochishimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir $1 kiritilgan. Время. 1 minutga bitimni ochmoqchi bo'lsak, eng minimalni vaqtiga qo'yamiz. Ammo bu yerda sizlar 10 minutga ham, 5 minutga ham bemalol bitimni ochishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu tugmachaga bosgan holda biz o'zimizning profilimizga o'tib, akkauntimizni kuchaytirib, shotlarimizni to'ldirib, pullarimizni yechishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Пополнить tugmachasiga bosadigan bo'lsak, biz shotlarimizni to'ldirib, pullarimizni yechishimiz mumkin bo'ladi. Bu joylari sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Platformani sizlarga qisqacha obzorni qilib berdik. OTBga minimum qancha pulga bitimni ochish mumkin degan bo'lsanglar, minimum bolalar $1 ga bitimni ochishingiz mumkin bo'ladi. Minimalniy depozit bu yerda qancha deydigan bo'lsanglar, 3000 rubl hisoblanadi. So'mda 500 ming so'm desak ham bo'ladi. Keyingi video roligimizda hali oddiy qilib aytganda bolalar sizlarga pul to'ldirib, pulni yechishni to'liq tarzda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Va aytib o'tganimdek, ochilgan, yopilgan bitimlarni to'liq tarzda aynan Story targovli bo'limi orqali tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bu bizning yangi akkauntimiz. O'shaning uchun hali ko'p bitimlarni ochganimiz yo'q. Bitta dona bitim ochganmiz va o'sha bitimni ochilganligini mana bu bo'lim orqali kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Time frame aytib o'tganimdek, aynan mana bu bo'lim orqali o'rnatishimiz mumkin. Deylik biz 1 minutlik time frame o'rnatdik. Ana endi har bir ko'rayotgan switchingiz rovna 1 minut chiziladi. Kattaroq time frame o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar ham, aynan o'sha tugmachaga bosishingiz kerak bo'ladi. Bu bo'lim orqali biz o'zimizga ma'qul bo'lgan grafik turini o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Bu zonna grafik, eng mashhur savdo grafiklaridan biri hisoblanadi. Ammo switchnoy grafik yaxshiroq. Switchnoy grafik sizlarga ham grafik sifatida yordam beradi, ham indikator sifatida yordam beradi. Aynan soya va tanasiga qarab qachon narx ko'tarilishini yoki tushishini oldindan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bitimni qanday ochaman deydigan bo'lsanglar, kelinglar, qisqa tarzda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana biz tepaga qarab, ya'ni bayga qarab bitimni ochdik. Va agar hozir narx rostdan ham tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa va bitimimiz foyda bilan yopiladigan bo'lsa, biz $1 ga bitimni ochgan bo'lsak, bizning foydamiz 92 sentni tashkil etadi. Ammo bitim ochganimizdan so'ng narx mana bu chiziqdan pastga qarab tushib ketadigan bo'lsa, biz o'sha $1 yo'qotishligimiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi bolalar? Qiyin joyi yo'q. Aytib o'tganimdek, bilmagan, tushunmagan savol-javoblaringiz bo'ladigan bo'lsa, komment orqali murojaat qiladigan bo'lsanglar, o'sha barcha savolingizlarga to'liq tarzda javob berib o'tishga harakat qilamiz bolalar. Va bu platforma orqali savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, barcha silkalarni video roligimizning описаниесida qoldiramiz. Aynan bizani silka orqali ro'yxatdan o'tib, bizani promokoddan foydalanadigan bo'lsanglar, oddiy qilib aytganda sizlar 100% lik bonusga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shotingizni 1 millionga to'ldiradigan bo'lsanglar va bizani promokodimizni ishlatgan holda shotinglarni to'ldirsanglar, shotinglarga 1 million emas, 2 million so'm pul tushadi. Tushuntira oldimmi? Gap bo'lishi mumkin emas, bitimimiz foyda bilan yopildi. O'sha yopilgan bitimni aynan mana bu bo'lim orqali ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Mana marhamat, mana bu tugmachaga bosadigan bo'lsak, bitim haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 minutga biz $1 ga tepaga qarab bitimni ochdik. 92 sent foydamiz bo'ldi. Agar o'sha bitimni $1 ga emas, $100 ga ochganimda $92 lik foydani tashkil etgan bo'lardim.
O'ziga yarasha risklari mavjud, ammo bilmingiz bo'ladigan bo'lsa, bu platforma orqali ham bemalol daromad olishligingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video roligimizda aynan shu haqida sizlarga to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildik. Keyingi video roligimizda to'liq shot to'ldirib, pul solishni sizlarga oddiy qilib aytganda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Barchangizga xayr bo'lsin, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha